Assalomu alaykum. Demak, bizda 7-mavzu grafik axborotni 2 belgi yordamida kodlash mavzusi. Usmonov kitobi. Boshladik. Grafik axborot tushunchasi nima? Grafik axborot bu rasm, surat, chizma, jadval va boshqa tasviriy ma'lumotlardir. Ya'ni grafiklar bilan grafikka oid bo'lgan axborotlar. Kompyuter grafik tasvirlarni nuqtalar orqali ifodalaydi. Bu nuqtalarni piksel deb ataymiz. Masalan, kameramizning o'sha sifatini aytishda biz piksel so'zini ishlatamiz. Har bir rasm ekranda yoki faylda ko'plab kichik nuqtalardan tashkil topgan bo'ladi. Hop, piksel va raster. Piksel inglizcha pictures element so'zidan olingan bo'lib, nuqta degan ma'noni bildiradi. Har bir tasvir minglab yoki millionlab piksellardan iborat bo'ladi. Shuning uchun tasvirni asta yaqinlashtirganingizda sizga oxir-oqibat nuqta ko'rinishida sizga ko'rinadi. Piksellarning majmuasi raster deb ataladi. Demak, grafik axborotlar raster ko'rinishida, ya'ni mayda-mayda nuqtalar to'plamidan iborat bo'lar ekan. 2 belgi yordamida kodlash, ya'ni oq va qora tasvirlardan tasvirlarni yaratish. Agar rasm faqat oq va qora ranglardan iborat bo'lsa, bitta nuqtani ifodalash uchun atiga 1 bit kerak bo'ladi. Masalan, 0 bu qora rang, 1 esa oq rang. Shunday qilib, 2 xil rang bu 1 bitga teng bo'lar ekan. Bunday tasvirlar ikkilik, ya'ni binary rasmlar yoki oq-qora black white tasvirlar deb ataladi. Bitlar soni va ranglari. Agar bitta nuqtani ifodalash uchun ko'proq bit ishlatilsa, ko'proq ranglarni kodlash mumkin bo'ladi. Bir bitimiz 2 ta rang, oq, qoradan tashkil topadi. 2 bitimiz esa 4 ta rangdan tashkil topadi. 3 bitimiz 8 ta rangdan, 4 bit esa 16 ta rangdan. Bu yerda kuzatganingizdek 2 ning darajasi ko'rinishda ortib boryapti. Masalan, mana bu 2 bit bo'ladigan bo'lsa, 2 ning ikkinchisi 4 bo'lyapti. Keyingisi mana 3 bit bo'ladigan bo'lsa, 2 ning uchinchisi bo'lyapti. Bu 8 bo'lyapti va hokazo. 2 ning 8-inchisi 256 ta rang bo'lyapti. Umumiy formulasi, demak bu yerda formulada biroz chalkashlik bo'libdi. 2 ning n'inchisi degan formula keltirilyapti bu yerda. Demak, R bu yerda ranglar soni, N esa bitlar soni deyiladi. Demak, formulaga binoan quyidagicha bo'ladi. Masalan, 8 bitda kodlansa nechta rang bo'ladi desa, 2 ning 8-inchisi bo'lar ekan. Demak, bu 256 ta rangni bemalol kodlasa bo'ladi. Ranglarni kodlash misollar, 4 bitli kodlash. Hozirgi Usmonov kitobimizda ranglarni kodlash misollari keltirilgan. Bu yerda hammasi 0 bo'ladigan bo'lsa, bu qora. Oxirida 1 bo'ladigan bo'lsa, ko'k. E'tibor bering, bu yerda 4 bitli bo'lyapti. Sababi 4 ta belgidan, raqamdan iborat bo'lyapti. 0010 bo'ladigan bo'lsa, bu yashil. Keyingisi 0011 bo'lsa havo rang, 0100 bo'ladigan bo'lsa qizil, 0111 bo'lsa sariq, barchasi 1 bo'ladigan bo'lsa oq rang bo'lar ekan. Bular jadvallar, bularni yodlab olish kerak. Demak, 4 bit bilan 16 xil rangni ifodalash mumkin.
8 bitli kodlash. Agar har bir piksel uchun 8 bit ishlatilsa, jami 256 ta rangni ifodalash mumkin. Bunday rasmlar rang-barang tasvirlarni yaratishga imkon beradi. RGB moduli. Kompyuterda ranglarni ifodalash uchun asosiy 3 ta rangdan foydalanamiz. Buni bilamiz. Bular qizil, red, yashil, green, ko'k, blue. Bu tizim RGB, ya'ni red, green, blue deb ataladi. Har bir rang uchun 1 byte, ya'ni 8 ta bit ajratiladi. Har bitta rang uchun, eslab qoling, bir dona rang uchun RGB tizimida 1 byte ishlatiladi. Bu esa 8 ta bitni 8 bit joyini egallaydi. 3 byte yordamida esa mana 3 ta byte 8 8 8 24 bit bo'lyapti. Jami 16,777,216 ta rangni kodlash mumkin ekan. Bu degani 2 ning nechinchisi? 24-si degani. Chunki mana bu 24 bit bizda formulada boya aytdik, n teng 24 ga teng ekan. R esa mana bunga teng bo'lyapti. R harfi bor-ku, ranglar sonida bu ifodalash mumkin. Zamonaviy monitorlar 24 bit rangli tasvirlarni ko'rsatadi. Qarang, o'zi kamalagimizda 7 xil rang bor, lekin shuncha rangni ham hosil qilsa bo'lar ekan kompyuter orqali. Qora, biroz ochroq, mana shunaqa qilib kodlab ketaveradi. Inson ko'zi va ranglarni farqlash. Inson ko'zi 10 milliondan ortiq ranglarni farqlay olar ekan. 10 milliondan ortiq rangni farqlay olar ekan. Shuning uchun kompyuterlarda 24 bitli yoki undan yuqori rang kodlash ishlatiladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, grafik axborot raster ko'rinishida saqlanadi. Raster bu piksellar majmui dediga. Har bir tasvir piksellardan tashkil topadi. Pikselda o'zi nima edi? Bu bitta nuqta edi mana. Bitta nuqta qo'yib qo'yadigan bo'lsam, mana shu bir piksel. Ikki rangli tasvirlar, oq va qoralar atiga 1 bit bilan kodlanadi. Bitlar soni ortgani sari ifodalanadigan ranglar soni ham ortadi. Kompyuterda ranglarni ifodalash uchun RGB moduli ishlatiladi. Inson ko'zi millionlab ranglarni ajrata olgani uchun zamonaviy texnologiyalar yuqori rang sifatini ta'minlaydi. Endi testlarga o'tamiz. Demak, 7-mavzu. Piksel so'zi nima deb tarjima qilinadi? Piksel so'zi nuqta deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, 3 bit bilan grafik axborotdagi nuqtaning necha xil rangini kodlash mumkin? 3 bit, mana B javob. Bu yerda 2 ning 8-si bo'lyapti. Adashdik. 3 bit. Mana bu formulaga qo'yadigan bo'lsak, R teng 2 ning n-simidi? Demak, mana shu formulaga qo'yadigan bo'lsak, 2 ning n degani mana bu bitlar sonida. Demak, bu yerga 3 deb qo'yamiz. Jami 8 ta rangni kodlash mumkin ekan. Xo'p, 7-si. 4 bit bilan kodlangan ushbu kodli nuqtaning rangi qanday? Jadvaldan ko'rdik, bu qora edi. Xo'p, 4 bit bilan kodlangan 0011 kodli nuqtaning rangi qanaqa edi? Jadvalda yuqorida ko'rsatdim. Mana bu yerdagi ma'lumotlarda aytilyapti hozir. Mana 0011. Hop, keyingisi. Bular barchasi jadval ekan, shuning uchun o'tkazib yubordim. 15-si. Kompyuterda turli ranglarni ifodalash uchun qaysi ranglardan foydalaniladi? Red, green, blue. Demak, mana shu uchalasi. 1, 4, 5. Qani bormi bu? 1, 4, 5. Mana bu C javob ekan.
Inson ko'zi necha xil ranglarni farqlay oladi? 10 milliondan ortiq deyilgan edi. Demak, darsimiz tugadi. Testlarni yechib chiqmagani bo'lsa, guruhga tashlayversalaring bo'ladi bemalol.